Mana bunaqa orxideyalarni oldiga kelganmiz. Bu orxideyalarni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli shakl holatiga keltirilgan. Ma'lumot uchun bu orxideyalar hozirgi kunda qayerda deb so'rovchilar bo'lsa, bu hozirgi kunda Xitoy davlatida O'zbekistonga ketishga tayyorgarlik ko'rib turibdi. Mana bunaqa ajoyib holatdagilari ham bor. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham ajoyib. Bu orxideyaning ajoyib xususiyatlaridan yana biri shundan iboratki, bu orxideya sortiga, naviga qarab 6 oydan 1 yilgacha ochilib turish xususiyatiga ega. Orxideya olishda asosan nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi degan savollar ko'p bo'ladi. Shu paytda biz aytamizki, orxideyani hammasi 100% ochilganini emas, ba'zilari ochilganini, qolganlari g'uncha holatda bo'lsa, bular ochilguncha 6 oy davomida sizga chiroy, go'zallik, xonangizga bahoriy kayfiyat tavsiya etib turadi. Shuning uchun orxideya sotayotganda ba'zi shunday tavsiyalarga amal qilsangiz, sizning orxideyangiz ham uzoq muddat ochilib turishi mumkin. Orxideyani tuvagini o'zgartiramizmi deganlarga, mana orxideyani tuvagini o'zgartirish shart emas, sababi bu joni juda ham baquvvat, qattiqligi uchun mana bunday ko'zalarga shu holatda solib qo'ysangiz ham yashayveradi. Bu yerda mana bunaqa ajoyib ranglari ham mavjud ekan. Juda ham ajoyib holatda ko'rib turibsizlar. Orxideya asosan sovuq oylarda gullaydi, sovuqni yoqtiradi, salqin havoni. Shuning uchun imkoni boricha siz ham salqin havoga orxideyalaringizni saqlashingiz mumkin. Issiqni yoqtirmaydi, quyoshni yoqtirmaydi. Quyoshni yoqtirsa tezda xafa bo'lib qoladi. Mana bunaqa holatdagi orxideyalar ham mavjud ekan. Mana bu hozir bittasi ochilgan bo'lsa, qolgani sekin-astalik bilan ochilib boradi. Buni sortlari mavjud. Buni sortini qanday ajratamiz deganlar uchun guli katta orxideyalar bir shoxli bo'ladi. Guli kichkina orxideyalar esa ikki shoxli bo'ladi. Shunisiga qarab farqlanadi. Mana e'tibor bersanglar, endiroqda ko'rsatgan orxideyalarimiz juda ko'p ochilib ketgan edi. Ulari arzonrog'i, bu qimmatrog'i, sababi buni g'unchasi ko'p. G'unchasi ko'p bo'lgan orxideyalar qimmat yuradi. Ochilmagani, g'unchasi ochilmagan orxideyalar qimmat bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, mana bularning guli katta-katta, lekin bulardagi gulimaydi. Farqi shunda bo'ladi. Bular bitta tuvayda mana shu holatda 3 ta joylashgan bo'ladi. Narxi shunga qarab belgilanadi. Agar bu kichkina gullik, tanasi bir shoxli bo'lsa, bu arzon varianti. Buni mana bunday simlarda, maxsus simlarda xohlagan shaklga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga kirdingizmi, qaytib ketgingiz kelmay qoladi. Yaqin kunlarda onajonlar, ayollarimizning bayramga shunaqa tuhfalarda taqdim etmoqchi bo'lsangiz, pastda opisaniyada Telegram manzillarimiz bor. Telegram manzilga o'tib buyurtma bersangiz, nasib bo'lsa, Xudo xolasa, keyingi oydan boshlab bular sekin-asta O'zbekistonga borish harakatida bo'ladi. Yana bir ma'lumot shundan iboratki, bizni kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini bosib, bizni arzimagan mehnatimizga like bosish esdan chiqmasin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegram manzillarimiz orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana bu holatda sizga ham sevib borishi mumkin. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib kema shaklidagi orxideya. Juda ham chiroyli holatda ko'rishingiz mumkin. Har biri o'zgacha did, o'zgacha uslubda tayyorlangan orxideyalarimiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangilari oldinda.